Türk tilshunos olim Mirsulton Osman. Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni 20-asr Uyg'ur tili va Uyg'ur adabiy meroslarining qo'g'duvchisi Mirsulton Osman milodiya 1929-yili 7-oyning 31-kuni hozirgi Qozog'iston Jumhuriyatining sharqiy qismidagi Yarkent shahrining Oqkent yezisida Xotan Qarqashliq Oznibaqi Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. Oznibaqi bu orzuliq o'g'lini ham ilmda ham alamda tang yetilsin deb umid qilib Mirsulton Osman deb ot qo'ygan. Bunda qo'shmoq ot qo'yish xotanliklarda keng taralgan o'zgichilik edi. Oznibaqi oilasi Yangzingshinning bostirishidan qechib 1915-yili Ilg'a, keyin Yarkentga ko'chib ketgan. 1930-yillari sobiq Char Rossiyaning o'rniga tiklangan Sovet hokimiyatining zo'migarlik siyosati Yarkent va Almutadagi nurg'un ilm ahllari, ziyolilar va boy kishilarning Ilg'a qaytib kelishiga turtki bo'lgan. Amdila 3 yoshga kirgan Mirsulton Osmanmu 1932-yili oilasi bilan birga qo'shni Yarkent shahridan G'o'lji shahriga qaytib kelgan va dastlabki ma'lumotini G'o'ljidagi zamonaviy maktablar va o't yurak ma'rifchilarning bevosita tarbiyasida olgan. U 1935-yildan 1940-yilgacha G'o'lji shaharlik Oydin boshlang'ich maktabida o'qigan. 1943-yili Ilidagi eng oliy bilim yurti G'o'lji gimnaziyasini bitirgan. 1944-yili 12-noyabr G'o'ljida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgan hamon yangi qurilgan davlatning ilm ahllariga ko'plab hojati tushganda amdili 15 yoshga to'shgan Mirsulton Osman yeshining kichikligiga qaramay mazkur davlatning tashviqot organida ishga tushgan. 1947-yildan boshlab Inqilobiy yoshlar tashkiloti organida kotib va mazkur organ jurnalida naborchik va korrektor bo'lib ishlagan. 1951-yildan 1957-yilgacha Xitoydagi sobiq Markaziy Millatlar institutida o'qigan. 1955-yili Qashqar viloyatida, 1956-yili kuz ham qish faslida otasidan to'la anglab g'oyibi ixlos qilib yurgan asli yurti Xotan viloyatining Qarqashni markaz qilgan har qaysi joylarida Uyg'ur tilining yerlik dialekt shivlarini tekshirgan. Natijada u hayron qolarlik amaliy natijaga erishib, Uyg'ur tilining eng cho'ng yerlik dialekti bo'lgan Xotan dialektini bayqab chiqqan. U ana shu yillardan boshlab ona tilini cho'nqirlab o'rganish va tadqiq qilishni boshlagan. 1957-yili Urumchiga qaytib kelgan va 1965-yilgacha atalmish Xinjiang universitetida o'qituvchi bo'lgan. 1965-yili atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik millatlar til yeziq xizmati komitetiga yo'tkalgan va 1979-yilgacha shu yerda xizmat qilgan. Bu orada 1967-yildan 1979-yilgacha atalmish madaniyat inqilobining ziyonkashligiga uchragan. 1979-yili 11-oyda atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni ijtimoiy fanlar akademiyasi til tadqiqot o'rni qurilganda mazkur o'ringa taqsim qilingan va 1989-yilgacha mazkur o'rinda xizmat qilgan. 1989-yildan boshlab 1997-yili dam olishga chiqquncha Millatlar til yeziq xizmati komitetida davomli ilmiy xizmat qilgan. Yosh Uyg'ur olim o'zining ona til ishqi bilan yongan o'tdek qizg'inligi bilan 1950-yillarining keyingi yerimidagi ashu jafoliq sharoit davridan boshlab Mahmud Koshig'arining izidan mengib
bepoyon Uyg'ur dalalarini va yezi qishloqlarini aylanib tekshirishga boshlagan. U bebaho Uyg'ur tili boyligini tekshirish uchun 1955-yili Qashqar shahar ichi Opal yezisi Payzavot nahiyasida 1956 va 1957 yillari Xotan viloyatining Guma, Qarqash, Ilchi, Lop, Chira, Keriya va Niyo nahiyalarida til tekshirgan. Til tekshirish materiallari qilin 4 xotiraga yozilgan bo'lib, ayni vaqtda İctimai Fənlər Akademiyası Millatlar Tədqiqat o'rniga topshirib berilgan. 1960 yılı 5 aydan 10 aygacha Lopnur nahiyasining Mirsali, Kuzlak, Tikanlik yezlarida, Chaqiliq nahiyasining Miran yezisi va Yengisuda til tekshirgan. 1962 yılı Uyg'ur adabiy tilining talaffuz masalasini markaz qilib Turpanning Ostoni yezisi va Urumchida til tekshirgan. 1965 yılı Uyg'ur adabiy tilining imlo lug'atini tuzishda ba'zi masalalarni aniqlash yuzasidan Qashqar shahar ichi va Xotan ilchida til tekshirgan. 1980 yillarda Mahmud Koshig'ari va Yusufxos Hojiblarning asarlarining Uyg'ur tilida chiqarilishi, ularning qabrlarining tepilib bekitilishi, İbrahim Muti, Mirsulton Osman, Abdurahim O'tkir, Abdushukur Muhammad Imin, Turg'un Almas, Ahmad Ziyoyi, Turdi Samsaq va boshqa ziyolilar, olimlar ham yozuvchilarning Uyg'ur tarixi va milliy madaniyati haqidagi tadqiqot asarlari, tarixiy roman povestlari qatorliqlar Uyg'urlar orasida tarix qizg'inligini va o'z millatidan faxrlanish ro'yini qo'zg'atgan. Bularning hammasi Uyg'ur milliy ideyasi va inining kuchayishida muhim asos selish va ilgirletish rolini o'ynagan. Ana shu 1980-yillar amaliyotda Uyg'ur milliy ideyasining qayta kuchaygan va keyingi 1990-yillari va 2000-yillarga ruhiy ozuq va asos solgan davri bo'lgan. Bu mezgilda Mirsulton Osmanning eng hosulluq ilmiy emgaklari yo'riqlikqa chiqishga boshlagan. Turkiyadagi donglik turkolog Doktor Ahmet Bijan Erjilason Uyg'ur turkolog Mirsulton Osmanga yuqori baho berib, Divan Lug'ati Turkning hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilinishida va Qutadg'ibilikning hozirgi zamon Uyg'ur tili tarjimasida Mirsulton Osman apandining tuhfasining zo'r ekanligini aytdi. Professor Doktor Ahmet Bijan Erjilason apandi Mahmud Qashqariyning maqbarasining tepilishida yana Mirsulton Osmanning tuhfasining zo'r ekanligini bayon qilib mundoq degan. Yana bir masala shuki, Qashqarda Mahmud Qashqariyning mozori tepildi. Mazkur qabrining tepilishidami Mirsulton Osmanovning tuhfasi nihoyat zo'r. 1957-yilda bir arxeolog Mahmud Qashqariyning qabrisi Opalda bo'lishi mumkin deb bir doklad yozgan ekan. İsmail ismli arxeolog yozgan bu doklad texi nashr qilinmadi. 1981-yilda Qosim Rahim Oziq mahallasi to'g'risida nomli bir maqola e'lon qildi. Bu maqola e'lon qilingan hamon İbrahim Muti bilan Mirsulton Osman Qashqarga bordi. U yerda tekshirish ilib bordi. 1983-yili Qashqarda 1836-yilda yozilgan bir tarixiy hujjat tepildi. Bu hujjatni Qutlug' Hoji Shavqiyning o'g'li Emir Husayn Qozi Hojim yenida saqlab kelgan ekan. Bu tarixiy hujjatni Mirsulton Osman bilan İbrahim Muti tadqiq qildi. Atoqli tilshunos hozirgi zamon Uyg'ur tili va dialektlari tadqiqotidagi dongli tadqiqotchi, Chag'atay Uyg'ur tili tadqiqotiga zo'r tuhfalarni qo'shgan olim. Shundaqla turkologiya sohasida yuzlagan Uyg'ur va chet ellik tadqiqotchilarni tarbiyalagan ustoz Mirsulton Osman apandi
2017 yılı 12 ayının 1. günü seherde Ürümçide 88 yaşında alemden öttü. O hayat vaqtida yaşanıp qalğanlıqıga qaramay, köp sanda Uyg'urcha ve Çağataycha qo'l yozmalarni tepib, Uyg'ur tadqiqot xazinasiga qo'shgan. 2013 yılı Türkiye'de onun til tadqiqoti ve Türkologiya ilmiga qo'shgan alohida töhfasi uchun oltin medal berilgan. 2015 yılı 18 dekabr günü Türkiye'nin paytaxti Anqaradagi G'ozi Universitetida Mirsulton Osman tug'ilganligining 85 yilligi o'tkazilgan. Mirsulton Osman 85 yaşida Germaniyaning Berlin davlat kutubxonasiga berib, izdenish natijasida burun Osmanlıca yoki Tatarcha deb tizimlanib qolgan qo'l yozmalarni Uyg'urcha deb tizimlatib, ba'zilarini ko'paytib, Sharqiy Turkistonga ilib ketib, yosh tadqiqotchilarning tadqiq qilishiga sungan. Professor Doktor Osman Fikri Sardqaya Efendi Mirsulton Osmanning 86 yoshga kirgandimi, yangi kitobi nashr qilingan buyuk olim ekanligini bayon qilib mundoq degan: o'zining Qarxonicha, Chag'ataycha va hozirgi zamon Uyg'ur tili haqida qimmatli asarlari bor edi. Buyuk bir olim edi. 88 yaşında alemden öttü. Ama 85 ve 86 yaşındaki vakitlerinde neşriyatlarda kitapları neşirden çıkan idi. O ornunu toldurgalı olmaydıgan ulu alim idi. Miladiye 2019 yılı Türkiye'deki en çok neşriyatlardan biri hesaplanıdığan Akçak Neşriyatı tarafından neşir kılıngan Türk Dünyası Türkologları namlı kamusqa Mirsulton Osman'ның ismi alohida kirgizilgan.